Assalomu alaykum azizlar demay boshladik. Bugungi gapiradigan narsam 1997-yilda bizning qardoshlarimiz ayni o'zbeklar bilan bitta urug'da bo'lgan uyg'urlarning voqeasi, ya'niki G'ulja voqeasi haqida gapirib beraman sizlarga. Bu G'ulja voqeasi qanday boshlangan, kimlar tomonidan amalga oshirilgan va oxirida nima bo'lgan, hammasini batafsil sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Men bu voqeani Eshmat timsoli tushuntirib berishga harakat qilaman. Kunlardan bir kuni ro'za oylaridan birida Qadr kechasi bo'ladi. Hamma biladi, Qadr kechasi. O'sha Qadr kechasida hamma ro'zalarini tutgan, hamma sahardan to oqshomga qadar ro'zasini tutib, duolarini ijobat bo'lishiga umid qilardi. Kunlardan bir kuni Qadr kechasi keldi. Ya'niki 1997-yilning Ramazon oyidagi Qadr kechasi. Eshmatning onasi va opasi qo'shnisinikiga chiqib ketgan bo'ladi. Chunki Qadr kechasini qo'shnisinikida ayollar duo ila o'tkazayotgan bo'ladi. Ular duosida Xitoy changalidan, Xitoy zulmidan tezroq ozod bo'lishni, ayollari Xitoy askarlari, Xitoy erkaklari tomonidan jinsiy zo'ravonliklar o'tkazilishiga chek qo'yishni hamda emin erkin hamma din erkinligi, so'z erkinligi hamda vijdon erkinligiga va boshqa erkinlik insonning tabiiy o'ziga xos tug'ilganida paydo bo'lgan barcha erkinliklarga ega bo'lishligini duo qilishardi. Shu duo qilayotgan paytda to'satdan Xitoy politsiyasi u yerni bosadi. U yerda chamasi 30 ta ayol bor edi. Ularning ichida Eshmatning onasi va opasi ham bor edi. Eshmat yugurib kelib uyiga bo'lgan voqeani akasi va dadasiga so'zlab berdi. So'zlab bergandan keyin darhol akasi hammasi va butun G'ulja aholisi o'sha yerga to'plandi. Ya'niki politsiya mahkamasiga. Eshmat akasi, dadasi va boshqa erkaklar bilan o'sha yerga bordi. Borganda aytishdi, sen nega hech qanaqa qo'zg'olon ko'tarilmadi yo bo'lmasa davlat siyosatiga oid boshqa narsa bo'lmadi. Sen nima uchun meni ayolim va farzandlarimni bu yerga olib kelib qamab qo'yding deydi. Shundan keyin Eshmatning onasini va opasini o'ligini otadi. Ya'niki dadasining oldiga otadi politsiya mahkamasida. Eshmat bu narsadan lol edi. Bu narsani ko'rib qotib qoldi, muzlab qoldi. Shundan keyin Eshmatning dadasi va akasi politsiyaga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. U bilan ya'niki Eshmatning akasi va dadasiga qo'shib butun G'ulja aholisi unga yordam berishdi. Ya'niki katta qo'zg'olon boshlanib ketdi. 1997-yil 4-fevraldan 5-fevralga o'tar kechasi boshlangan bu qo'zg'olon 5-fevral, 6-fevralda ham davom etdi. Faqatgina 7-fevralda Xitoy politsiyasi tomonidan qattiq ravishda bostirildi. Eshmatning bu voqealardan hayrati va jo'shqinligi shu qadar ediki, jinni bo'la yozgan edi. Chunki qo'zg'olon boshlanishida opasi va onasidan ayrilib qoldi. Undan keyin esa qo'zg'olon bostirildi. Qo'zg'olon bostirilgandan keyin dadasini qayerdaligi noma'lum, bilmaydi. Umrbod qamoq jazosiga mahkum qilganmi yoki bo'lmasa o'ldirilganmi buni bilmaydi. Akasi esa aniqki -30 gradusda sovuqda, -30 gradus sovuqda ustiga sovuq suv quyiladi. O'ylayapsizlarmi? -30 gradus. -1 gradus bo'lsa qanchalik sovuq bo'ladi? Bu bo'lsa -30 gradusda yalang'och qo'yib qo'ygan. Uni ustiga suv quyilgan, sovuq suv quyilgan. Bu o'ta vahshiyona harakat bu. Bunaqasi o'ta vahshiyona. Bu haqiqiy natsizm bu. Millatchilik, irqchilik, millat ajratish, odam ajratish, din ajratish bu. Eshmat misolida tushuntirib berdim. Endi haqiqiy asl voqeani sizlarga aytib beraman. 1997-yil 5-fevral ham Qadr kechasi bo'layotgan payt. Nima uchun politsiya u yerni bosadi? Chunki 1994-yilda
Xitoy hukumati qaror chiqargan edi Uyg'urlarga, aynan Uyg'urlarga. Ya'niki mesroplar Uyg'urlarning madaniy majlislari u yerda misol uchun bizda din haqida ko'plab gapiriladi. Din nimaga chorlaydi? Yomon illatlarni tark etishga, yaxshi tomonda bo'lishga, dunyoni yaxshilashga jalb qiladi. Shu narsalarni aytish uchun majlis amalga oshiriladi. Misol uchun bizlarda ham hamma musulmon davlatlarida masjidlarda namoz o'qishdan oldin birinchi ma'ruza qilinadi. U ma'ruzada shu kabi masalalar ko'tariladi. Uyg'urlarda ham shunday. Ya'niki Navro'z bayrami bo'ladimi, yo bo'lmasa Qurbon bayrami, hayit bayramlari bo'ladimi, ro'za bayramlari bo'ladimi? Buni paytda hamma ezgu narsalarni amalga oshiradi. Shu narsani yo'qotishga harakat qiladi Xitoy hukumati. Ya'niki nimaga? Bu Uyg'urlarni yerini qo'shib olgan bo'lsa-da, lekin o'zligini qo'shib olmagan. Ularning o'zligini qo'shib olish uchun uni kelib chiqish tarixini, ularning madaniyatini, madaniy merosini, undan keyin esa ularning dinini, vijdonini Xitoyga sotish kerak bo'lgan bo'ladi. Ya'niki o'sha narsalar bor ekan, hech qachon millat boshqa bir millatga aralashib ketmaydi. Ya'niki bir suv ikkinchi loyqa suvga qo'shilmaydi. Chunki bundagi modda bunda yo'q. 1997-yilda 30 nafar ayol bir joyga borib Qadr kechasini kutib olishayotgan bo'ladi. Xitoy politsiyasi u yerni bosadi va olib ketadi. O'sha paytda 2 nafar insonni politsiya qo'zg'olonchilarining oyog'i ostiga o'tadi. Undan keyin qo'zg'olonlar boshlanib ketadi. Bu G'ulja qatlomi deb Google ga yozsangiz sizlarga chiqarib beradi. Turkchada yozsangiz ayni muddao turkchada yozasiz va Google avtomatik tarjima qilib beradi sizlarga. Men ham shundan foydalandim. Demak, bu voqeada kamida 100 ta inson halok bo'ladi. Yuzlab insonlar yaralanadi. 3,5 mingdan ortiq 4 mingga yaqin inson hibsga olinadi. Hamma kuzatayotgan edi. Kuzatayotgan bo'ladi. Amerika, Turkiya, boshqa davlatlar, Rossiya kabi davlatlar kuzatayotgan edi va ularga namoyishkorona tarzda 200 ga yaqin insonni hibsga olib, umrbod qamoq jazosiga mahkum qiladi. Lekin qolgan hibsga olinganlarning keyingi hayoti nima bo'lganligini biz bilmaymiz. Bizga noma'lum. Lekin ba'zi bir mustaqil manbalarda xabar berishicha 300 dan ortiq yoshlar -30 gradus sovuqda ularning ustilariga suv quyilgan. Ya'niki yalang'och holatda turganlarni -30 gradus sovuqda turgan o'zi aslida. Ularning ustidan sovuq suv quygan. O'ylayapsizlarmi? -30 gradus. -1 gradus bo'lsa o'zi qanchalar sovuq bo'ladi. Inson mana bu kiyimidan sovuq o'tib ketadi hattoki. -30 gradusda yalang'och holatda turish va undan keyin uni ustiga sovuq suv quyish. Bu insonning xayoliga kelmagan vahshiylikdir bu. Bu vahshiylikni hech qanaqa narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Bu aniq millatchilik, irqchilik, din ajratish hisoblanadi bu. Bu voqeadan keyin ko'plab so'rovnomalar o'tkazildi. So'rovnomalar natijasida Xitoy hukumatiga ko'plab murojaatlar yuborildi. U murojaatda aytildiki, xolis ekspertlar tomonidan bu tekshirilsin. Bu tekshiruv yaxshi o'tkazilganmi, yomon o'tkazilganmi deb. Lekin Xitoy hukumati bunga rozilik bildirmadi. Agar rozilik bildirganida edi, uning kirdikorlari fosh bo'lar edi. Dunyoga uning qanday jirkanch ishlarni amalga oshirgani, hozirgi kunda ham qardosh Uyg'ur xalqimizga qanchalar zulm qilayotganligini, majburiy mehnat, undan keyin esa so'z erkinligi, vijdon erkinligi, din erkinliklarini cheklayotganliklarini va bu kabi hodisalarning oshkor bo'lishidan xavotir olib, bularga rad javobini beradi. Uyg'ur xalqim, biz sizlardan uzr so'raymiz.
bizni kechiring. Biz ko'zimizni ochmaganligimiz, ya'niki hali hamon uxlab yotganimiz uchun bizni kechiring. Uyg'urlarni qutqarishga bizni kuchimiz yetadimi? Yetadi. Buni qanday qilish mumkin? To'g'ri, bizni qo'limizdan hech narsa kelmasligi mumkin. Chunki nimaga? Xitoy aholi desa aholi tomonlama ko'p. Iqtisod desa iqtisod tomonlama, askar desa askar tomonlama, resurs desa resurs tomonlama, har sohada yetakchi. Hattoki Amerika ham bundan qo'rqmoqda. Biz nima qilishimiz kerak? Bilasizlar, Temu degan ilova bor yoki bo'lmasa boshqa Xitoyning tavallari bor. Ularga boykot qilishimiz kerak. Nimaga? Chunki bundagi hamma kiyim-kechaklar, mahsulotlar Uyg'urlarning majburiy mehnatidan hosil bo'lgan. Ya'niki Uyg'urlar suv tekinga ishlab o'sha mahsulotlarni chiqaryapti. O'sha mahsulotlarni yaratyapti. Bundan kim foyda ko'ryapti? Xitoy foyda ko'ryapti. Shundan keyin Xitoy katta sanoat, katta bir bozor bazasiga aylanib qolgan. Buni to'xtatish uchun Temuni boykot qilishimiz kerak. Siz qiling, men qiling, hamma qiladi. Ko'pchilik aytadi, gapiraverasan, u qilasan, bu qilasan, amalda yo'q deydi. Mana amalda, mana amal. Temuni o'chirib tashlang. Boshqa do'stingizda bo'lsa ham unga o'chirib tashlashni maslahat bering. Bu kabi narsalarni ko'rib, menga bir voqea esimga tushdi. Chumoli voqeasi. Yong'in bo'lyapti, o'rmondan chumoli suv toshyapti. U yong'inni o'chirish uchun oldiga bir qarg'a keldi. Qarg'a chumoldan so'rayapti: "Ey chumoli, sen tentakmisan?" Chumoli aytayapti: "Sen nimaga bunaqa deyapsan? Men tentak emasman" deb. "Bo'lmasa, sen jimirtay, ozgina suvni sen u yoqqa toshib borasan. U yong'in bo'lsa juda katta. Bu amalga oshirib bo'lmaydigan ish. Sen u olovni hech qachon o'chira olmaysan. Qo'lingdan kelmaydi" deydi. Shunda chumoli aytadi: "Men qo'limdan kelmasligini bilaman. Men bilaman, u olovni hech qachon o'chira olmayman. Lekin men u olovni o'chirishga harakat qilib ko'ryapman. Men oz bo'lsa-da o'z hissamni qo'shyapman" deydi. Chumoli. Bo'lmaydi desak bo'lmaydi. U sekin-sekin qadamlar bilan bo'ladi. Sekin-sekin qadam tashlashlar bilan bo'ladi. Demak, azizlar, qarg'a va chumoli voqeasini sizlarga aytib berdim. Bu voqeadan o'zingiz xulosa olasiz. Biz hech qachon qarg'a bo'lmaylik. Chumoli kabi ish tutaylik. Zero chumoli kabi ish tutsak, biz qardoshlarimizga oz bo'lsa-da yordam bergan bo'lamiz. Ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Qardosh Uyg'ur xalqi, biroz chidang, oz qoldi, biroz chidang. Biz albatta sizlarni ozod